Beshta o'zbek Polshadan Portugaliyagacha 34-kunimizni boshladik o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin, biz chodirimiz maytga tushganmiz. Tongi soat 5 gacha o'ta sovuq bo'ldi, lekin 5 dan keyin shu daraja qizdirib oldi. Nafaslarim kelmay qoldi men do'stlar. Chodirda ichida ehtiyot bo'lish kerak ekan. Xuddi gazlanganga o'xshab qolar ekan chodirda ichi. To'g'risini aytamiz. Eng qizig'i qaranglar. Bizlar ko'rpamiz tashqariga yoyib qo'ydik. Bu bizning ko'rpamizda bo'ladi. Mana bu yog'ida zamoklari, hamma joy yopiladi. Nimaga tashqariga yoyib qo'ydik? Chunki chodirda ichida hidlanar ekan, chodir teriliydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Oyoq kiyimlarimiz bizni, sumkamiz, hamma narsamiz shu yerda. Bizda qayerda yotganimizda. Duximizga o'zimiz liboy joyda yotib ketyapmiz, lekin shunaqa temir odammizmi biz? Yo, odam emasmiz-da, to'g'risida. Odam emasmiz-da, qaranglar yurishimizda. Without permission, polis kelsa nima bo'ladi? Da. Uygas kelsa nima bo'ladi? Hayvonlar kelsa. Sababi qarang, nimaga? Sababi qarang. Bizlar bu yerga keldik, tilini o'rgandik, dokumentimiz bor, hamma narsani bilamiz. Polis kelsa ham polis bilan bemalol gaplasha olamiz-da, tushunasizmi? Unaqa lo'xga solib, o'zimiz unaqa turmaymiz. Keladi, gaplashamiz, bo'ldi, o'zini yo'lini davom ettiradi. Agar gaplasha olmasak, shtraf qilishi mumkin-da. O'shaning uchun huquqimizni bilganimiz yaxshi hamma joyda. 750 kilometrdan ko'p yurgan oyoq. Ahad akada ham yo'q bunaqa oyoq, chunki ularning oyog'i bundan ham katta oyoq. Bizlarni kechiring aka. O'zbekiston uchun, butun O'rta Osiyo uchun biz yurishimizni 34-kunni boshladik. Let's go.